Assalomu alaykum. Jahon miqyosidagi global hodisalar hamda xalqaro maydondagi O'zbekiston hayotiga daxldor voqeliklar tahlili xalqaro nigoh dasturida. O'zbekiston tashqi siyosatida nafaqat yaqin qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, balki xorijiy mamlakatlar bilan ham aloqalar geografiyasini kengaytirish, iqtisodiy diplomatiyani mustahkamlash ustuvor ahamiyatga ega. Kaspiy dengizi va Qora dengizni bog'lovchi muhim transport yo'llariga ega Gruziya bilan ham o'zaro munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish har ikki tomon uchun ham manfaatli. Shu hafta O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Gruziya bosh vaziri boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan o'tkazilgan turli darajadagi muloqotlarda ko'p qirrali aloqalarni yanada rivojlantirish bilan birga tomonlar uchun muhim va jozibador yo'nalishlar bo'yicha ham hamkorlikni yangi bosqichga olib chiquvchi takliflar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Strategik joylashuvi, iqtisodiy salohiyati bilan Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa o'rtasida o'ziga xos ko'prik vazifasini bajaruvchi Gruziya va O'zbekiston munosabatlari, tashrif davomida erishilgan kelishuvlarning ahamiyatini ekspertlarimiz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti loyiha rahbari, iqtisodiyot fanlari doktori Nodirbek Rasulov hamda siyosiy fanlar doktori professor Oybek Sirojov bilan tahlil qilamiz. Xush kelibsizlar. Gruziya rahbariyati boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonda olib borgan muloqotlari, muzokaralar, erishilgan kelishuvlarning ichida albatta iqtisodiy, transportga oid, umuman savdo-iqtisodiy yo'nalishlar muhim ahamiyatda. Nodirbek aka, shu jihatlarni siz qanday baholaysiz? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. 4-5 mart kuni Gruziyaning bosh vaziri O'zbekistonga tashrif buyurdi. Haqiqatan ham keyingi paytlarda e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakatlar bilan juda ham ko'p qirrali xalqaro miqyosda hamkorlik qilmoqda. Aynan Gruziyani oladigan bo'lsak, rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga tashrif buyurgan Gruziyaning bosh vaziri iqtisodiy, siyosiy, gumanitar sohalarda bir qancha shartnomalar imzolandi. Shu yerda alohida e'tibor qaratish kerak. Asosan iqtisodiy nuqtai nazardan 3 ta yo'nalish bo'yicha bir qancha kelishuvlarga erishildi. Birinchisi bu iqtisodiy savdo sohasi bo'yicha, ikkinchisi demak investitsiyaviy va kooperatsion loyihalarni amalga oshirish va uchinchisi transport logistika sohasi bo'yicha. Endi aynan nima uchun Gruziya bilan biz keyingi paytlarda siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan o'zaro munosabatlarni shakllantirib, rivojlantirib boryapmiz? Bu yerda muhim narsa bor. Keyingi paytda mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanish, jumladan o'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlarni dunyo bozorlariga olib chiqishda Gruziya eng muhim o'rin tutadi. Chunki mana hammamizning xabarimiz bor, O'zbekistonda keyingi paytda amalga oshirilgan islohotlar xalqaro tashkilotlar tomonidan, turli rivojlangan mamlakatlar tomonidan e'tirof etilganligi uchun O'zbekiston GSP+ imtiyozlariga ega bo'ldi. Bu degani 6200 dan ortiq mahsulotlarni, tovar xizmatlarni o'sha Yevropa bozorlariga sotish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi bu yerda o'sha jahon bozorlariga, jumladan Yevropa ittifoq bozorlariga chiqishda bizga qisqa, arzon, qulay yo'llar kerak bo'ladi. Aynan shu Gruziya xuddi shu jihatdan juda ham O'zbekiston uchun qulay. Bu bittasi. Endi ikkinchidan, Gruziyaning ham agar iqtisodiyotiga e'tibor beradigan bo'lsak, aholisi 3 million 700 mingga yaqin. Bu degani Qashqadaryo viloyati bilan yoki bo'lmasa Farg'ona viloyati bilan teng, yoki yer maydonini oladigan bo'lsak, bizdan 7 barobar pastroq. Lekin xalqaro tashkilotlar tomonidan Gruziyaning iqtisodiyotini rivojlanishi keng e'tirof etilgan. Mana hozirgi kunda statistik ma'lumotlarga ko'ra, Gruziyaning yalpi ichki mahsuloti 32 milliard AQSh dollarini tashkil etadi, yoki o'sha aholi jon boshiga 8,5 ming AQSh dollariga to'g'ri keladi. Gruziya 2011-2012 yillardagi olib borgan islohotlar natijasida hozirga kelib 3 barobar iqtisodiy o'sgan. Bu bittasi. Endi ikkinchidan, Gruziya bilan bizni mamlakatimizda nafaqat transport, logistika masalalarida, balki tovar va xizmatlarni ayirboshlash jihatdan ham juda katta imkoniyatlar bor. Mana uchrashuvlarda shunday narsalar kelishib olindi. May oyida Gruziyani bir qancha tadbirkorlari O'zbekistonga tashrif buyurishadi va O'zbekistonda demak Gruziyaning savdo yarmarkalari bo'ladi. Ya'ni Gruziyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar O'zbekistonda sotiladi. Iyun oyida esa O'zbekistonning tadbirkorlari demak Gruziyaga tashrif buyuradi va O'zbekistonning milliy mahsulotlarini savdo ko'rgazmalari bo'ladi. Mana savdo uylari ochilishi rejalashtirilyapti. Yana eng muhim jihatlar sayfidagi, mana keyingi paytlarda bizning mamlakatimizda ham turizmga juda katta e'tibor qaratilyapti. So'nggi 7 yilda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mana 2024-yil bo'yicha mamlakatimizda 8 milliondan ortiq xorijiy turistlar O'zbekistonga tashrif buyurdi. Ya'ni turizmdan O'zbekistonning o'sha daromadi 3,5 milliard dollar atrofida bo'ldi. Juda ham katta imkoniyatlar bor. Endi Gruziyada ham turizm sohasi juda ham rivojlangan. Mana men yuqorida ham aytdim, Gruziyaning aholisi 3 million 600 mingdan oshiqroq bo'lsa ham 2024-yilda 5 million 100 mingga yaqin
turistlar tashrif buyurgan. Shuning uchun turizmni rivojlantirish bo'yicha ham ma'lum bir tajribalar almashishi mumkin. O'zbekiston bilan Gruziya orasidagi iqtisodiy, siyosiy, gumanitar sohalarda amalga oshirilayotgan aloqalarning eng asosiy maqsadi nafaqat Gruziya bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, balki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni dunyo bozorlariga, jumladan o'sha Yevropa bozorlariga olib chiqish imkoniyatlarini yanada rivojlantiradi. Bu o'z navbatida mamlakatning eksport salohiyatiga juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy tashrif davomida siyosiy jihatdan, diplomatik jihatdan ham kelishuvlar bo'ldi. Jumladan davlatimiz rahbari bilan Gruziya bosh vaziri o'rtasida ochiq, konstruktiv muloqotlar bo'lib o'tdi. Ushbu tashrifning, erishilgan kelishuvlarning ahamiyatini siz qanday baholaysiz? Gruziya ham iqtisodiy, ham siyosiy nuqtai nazardan katta muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Keyingi davrda mo'tadil, o'ziga xos bir mustaqil siyosat olib borayotgan Kavkaz orti davlatlardan biri sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bevosita tashrif haqida to'xtaladigan bo'lsak, tashrif doirasida bir qancha muhim uchrashuvlar amalga oshirildi. Shu bilan bir qatorda prezidentimiz qabul qilganliklari ham bu qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Endi bevosita ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik va uning istiqbollari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugun biz uchun eng muhim jihatlardan biri yetishtirayotgan mahsulotimizni Yevropaga olib chiqish va aynan ana shunda eng istiqbolli yo'laklardan biri sifatida o'rta yo'lak e'tirof etiladi va o'rta yo'lak aynan Gruziya yoki Kavkaz orqali Yevropaga mahsulot olib chiqish imkoniyatini beradi. Geosiyosiy jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana keyingi vaqtda 5+1 formati muhim bir yutuqlar erishilayotganligi e'tirof etilyapti va xalqaro hamjamiyat aynan shu yo'sinda biz bilan munosib hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Va istiqbolda ana shuni 8+1 formatiga olib chiqish ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunda o'sha Kavkazdagi 3 ta respublikani qo'shilgan holda Markaziy Osiyodagi 5 ta respublika qo'shilib 8+1 formatiga olib chiqishimiz Yevropa uchun ham, kollektiv G'arb uchun ham jozibadorligimizni oshiradi. Shu bilan bir qatorda bu bizni savdo yo'llari borasida hamkorlik qilishimiz uchun ham imkoniyat yaratadi. E'tiborli jihati mana shu uchrashuvdan keyin Gruziya bosh vaziri o'zini ijtimoiy tarmoqlarida o'rta koridorni rivojlantirishda Gruziya ham manfaatdor ekanligi, uning bu boradagi imkoniyatlari va Fotu va Batumi portlari kesimida hamkorlik qilish, xalqaro aeroportni rivojlantirish masalasida kelishuvlar bo'lganligini ta'kidlab o'tdi. Umuman olganda Kavkaz respublikalari bilan, jumladan Gruziya bilan hamkorligimiz yuqorida ta'kidlab o'tilgandek Yevropaga mahsulotlar olib chiqishda, o'ziga xos jozibadorligimizni oshirishda muhim rol o'ynaydi degan fikrdamaman. Mana haqiqatdan ham bu ham iqtisodiy jihatdan, ham siyosiy jihatdan o'ziga xos bir ijobiy natijalarga olib kelishini ko'rsatadi. Kengroq qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston tashqi siyosatining kengayib, chuqurlashib borayotganligini ko'rsatadi. Shu hafta Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi ham 3 kunlik tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. Davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda turli vazirlik va idoralardagi muloqotlarda tashkilot faoliyatini modernizatsiya qilish jarayonidan tortib, hamkorlikning o'zaro ishonch va sheriklik tamoyillari asosida yanada chuqurlashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Tashrif doirasida Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining 43-majlisi ham o'tkazildi va unda tuzilma bosh kotibi ishtirok etdi. O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkilotida tutgan o'rni va faoliyati xususida ekspertlar bilan fikrlashamiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibining O'zbekistonga tashrifining ahamiyatini qanday baholaysizlar? Mart oyining boshlanishida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalari juda ham bir faol bo'ldi. Mana Gruziyaning bosh vazirining tashrifi bilan birgalikda Shanxay hamkorlik tashkilotining bosh kotibining ham O'zbekistonga tashrif buyurilishi bu bejizga emas, chunki O'zbekiston keyingi paytda Shanxay hamkorlik tashkiloti yoki Turkiy davlatlar tashkiloti yoki aytaylik markaziy davlatlar hamdo'stligi va shunga o'xshagan juda ham ko'plab platformalarda mamlakatlar bilan manfaatli aloqalarni rivojlantirib boryapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyat boshlaganiga 24 yil bo'ldi. Shanxay hamkorlik tashkilotining rivojlanishi bevosita O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy diplomatiyasini yo'lga qo'yishi juda ham muhim platforma hisoblandi. Mana bir qancha yillardan beri hal bo'lib kelmayotgan o'sha chegara bilan bog'liq bo'lgan muammolar hal bo'ldi. O'zbekistonni Qirg'iziston bilan, O'zbekistonni Tojikiston bilan, O'zbekistonni aytaylik o'sha Qozog'iston, Turkmaniston bilan chegaralarning ochilishi, o'zaro savdo munosabatlarining rivojlanishi, shu bilan birgalikda transport logistika masalasini hal bo'lishi ham aynan xuddi shu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'plab sammitlarda, uchrashuvlarda kelishib olindi. Yana bitta muhim jihati agar e'tibor beradigan bo'lsak, Shanxay hamkorlik tashkiloti Yevrosiyo qit'asini 60
5% tashkil etadi yer maydoni nuqtai nazaridan. Aholisini ko'radigan bo'lsak 3 milliarddan oshadi. Ko'rinib turibdiki, bu tashkilot keyingi paytda juda ham ahamiyatini oshirib boryapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi kelishuvlarning eng muhim masalalaridan bittasi bu mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlash, Afg'onistondagi muammolarni hal qilish, global iqlim o'zgarishlari, yana transchegaraviy suvlar bilan bog'liq masalalar hal bo'lyapti. Transport, logistika masalalari, tranzit yuklarni tashish bilan bog'liq, bojxonalarni raqamlashtirish, mamlakatlar orasidagi munosabatlarga raqamli texnologiyalarni olib kirish, mana shu bilan bog'liq bo'lgan masalalar ijobiy hal bo'lyapti. Yana bitta muhim jihati Sayfin aka, mana keyingi paytda O'zbekiston tomonidan juda ham ko'plab tashabbuslar ilgari surildi va bu tashabbuslar aynan Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlar tomonidan ijobiy kutib olindi va amaliyotda o'zini natijalarini ko'rsatdi. Shuning uchun men o'ylayman, albatta bu Shanxay hamkorlik tashkilotini bundan keyin ham rivojlanish, bu albatta mamlakatimizni mintaqadagi xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal bo'lishiga, davlatlararo iqtisodiy, siyosiy munosabatlarning yana rivojlanishiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'z navbatida o'sha mamlakatimizni fuqarolarining daromadligiga, mehnat bozorlariga chiqishdagi ma'lum bir muammolarni hal etilishiga juda ham katta bir ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Fikrlaringizga qo'shilgan holda shuni aytmoqchi edimki, hozirgi ziddiyatli bir davrda bu tashkilotning dunyodagi mavqei oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu Shanxay hamkorlik tashkiloti avvalambor siyosiy muloqot maydoni. Mana shu tashrif davomida muhokama qilingan masalalar, muloqotlarning siyosiy jihatlarini qanday baholaysiz? Darhaqiqat bu muhim tashriflardan biri hisoblanadi. Avvalambor Nurlan Ermekbayev yanvar oyidan bosh kotib sifatida o'zini faoliyatini boshlagan va 3 yil mobaynida faoliyat yuritadi va bu aynan tashkilotni istiqboli bilan bog'liq bo'lgan yangi bir rejalar tuzish uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi bosh kotibi bu tashkilotni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqadi. O'zbekistonga tashrif buyurishi va O'zbekiston davlat rahbari qabulida bo'lishi, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashishi men o'ylaymanki muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida mana ta'kidlab o'tildiki, Shanxay hamkorlik tashkilotining rivojlanishida O'zbekistonning ham o'ziga xos hissasi bor. Xalqaro hamjamiyat e'tirof etgan Samarqand sammiti Shanxay hamkorlik tashkiloti rivojida yangi bir sahifani ochib bergan edi. Aynan mana shu sammitda yangi a'zolar qo'shilgan edi va bu yerda juda ko'plab O'zbekiston tomonidan tashabbuslar ham ilgari surilgan edi. Savdoni rivojlantirish bilan bog'liq, raqamli texnologiyalarni joriy qilish bilan bog'liq aynan ana shu tashabbuslar tashkilot doirasidagi a'zolar uchun ham o'ziga xos bir manfaatligi bilan ajralib turgan edi va bugun ular amalda samarasini ko'rsatib bormoqda. Mana shunday tashabbuslarni ilgari surgan davlat bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va bundan keyingi strategiyani amalga oshirsa ularning fikri munosabatini bilish men o'ylaymanki muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti mana shu mintaqada samarali faoliyat yuritayotgan va har tomonlama rivojlanib borayotgan tashkilotlardan biri sifatida biz ham bu tashkilot bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor hisoblanamiz. Hurmatli ekspertlar, qimmatli fikrlaringiz uchun sizlarga rahmat deymiz. Bundan 2 hafta oldin Qirg'iziston bilan chegara masalasida bir to'xtamga kelib, tarixiy shartnoma imzolagan Tojikistonda parlamentga bo'lib o'tgan saylovlarda Xalq demokratik partiyasi g'alaba qozondi. Ushbu siyosiy harakat parlamentning quyi palatasida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritdi. Tojikistonning o'ziga xos saylov tizimi tez orada O'zbekiston fuqarolari ID karta bilan bemalol borib kelishi mumkin bo'ladigan ushbu mamlakatdagi saylov natijalari tahlili bilan dasturimizni davom ettiramiz. Oybek Ochilovich, Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovlaridan so'ng mamlakatda qanday o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda? Avvalambor qisqagina Tojikiston parlamenti haqida to'xtalsak, Tojikiston parlamenti ham 2 palatali parlament hisoblanadi. Yuqori palata va quyi palatadan iborat va ko'p jihatlari saylov tizimi, saylov jarayonlari bilan bizda kechayotgan saylovlar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Masalan, quyi palatada ularda ham aralash tarzda saylov bo'lib o'tadi, ya'ni majoritar va proporsional saylov. Quyi palatada 63 ta deputat saylanadi. Ana shu 63 ta deputatdan 41 tasi to'g'ridan to'g'ri saylansa, 22 tasi partiyalarga ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Quyi palataga saylovlar o'tgandan bir haftadan keyin, demak, yuqori palataga o'sha ularda ham Oliy Majlis deb nomlanadi. Oliy Majlisda saylovlar bo'lib o'tadi va 33 ta Oliy Majlis deputatlari saylanadi. Bularning 25 tasi to'g'ridan to'g'ri hududlarda saylansa, qolgan 8 tasi prezident tomonidan nomzodlar tavsiya etiladi. Shu tariqa yuqori palataga 33 ta deputat saylanadi. Endi bevosita saylovlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, har 5 yilda saylovlar bo'lib o'tadi. Bu saylovlar 7-chi saylov hisoblanadi. Endi ahamiyatli jihat shundan iboratki, saylovlarning umumiy natijalari bu yerda
hozir amalda hukmron bo'lgan partiya Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi mutlaq peshqadamlik qildi, ya'ni 63 ta o'rindan 49 tasini egalladi. Oldingi saylovlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak ham 47 ta o'rin egallagan bo'lsa, bu demak 49 ta bo'lib, o'zini imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Bu saylovni bevosita Tojikiston uchun ahamiyatli jihat haqida to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor saylovlar hokimiyatning legitimligi uchun, legalligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi va demokratik jarayonlarning rivojlanishi uchun ham muhim hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda aynan mana shu saylovlar natijasida yangi siyosiy kuchlar maydoniga kirib kelib, yangi bir siyosiy islohotlarni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi. Buni biz uchun, mintaqa uchun ahamiyatli jihati haqida to'xtaladigan bo'lsak, mintaqaviy hamkorlikning muhim mezonlaridan biri bu siyosiy barqarorlik hisoblanadi. Har bir davlatdagi siyosiy barqarorlik hamkorlikni rivojlantirish strategiyasi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu siyosiy barqarorlikni muhim mezonlaridan biri bu o'z vaqtida saylovlar bo'lib o'tganligi va siyosiy barqarorlikni mustahkamlanishi hisoblanadi. O'z vaqtida qandaydir evrilishlarsiz Tojikistonda ham saylov bo'lib o'tgani istiqbolda hamkorlikni rivojlantirishda, jumladan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yoki mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi degan fikrdaman. Undan tashqari mana saylovlarni umumiy natijalari haqida to'xtalsak, avval hukmron bo'lgan partiya yana g'alaba qozondi. Bu demak, hozirgi hukumatni olib borayotgan siyosatini yana izchillik bilan davom ettirish imkoniyatini beradi. Shuni aytmoqchi edimki, har qanday qo'shni davlatimizda bo'layotgan siyosiy jarayonlar haqiqatan biz uchun juda muhim. Albatta O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning yanada rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi tashqi siyosiy aloqalarni siz qanday baholagan bo'lardingiz? Albatta O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi tashqi siyosiy aloqalar keyingi vaqtda jadal sur'atlar bilan rivojlanyapti. Mintaqa uchun ham tarixiy bir yutuq. O'sha Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara muammosini hal qilinganligida O'zbekistonning hissasi katta ekanligini o'tgan haftada muhokama qilgandik. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi va qaysidir bir davrlarda muammo sifatida ilgari surilgan masalalarni bugun imkoniyat darajasiga chiqarilayotganligi va ularni bartaraf etishda kuchlarni birlashtirish borasidagi ikki davlat sa'y harakatlarini yuqori baholash mumkin va bu mintaqaviy hamkorlikka ham o'zini albatta ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Tojikiston bilan ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomalar imzolanayotganligi, hamkorlikni jadal sur'atlar bilan rivojlanayotganligi istiqbolda mintaqada integratsiya jarayonlarini shakllanishi uchun ham men o'ylaymanki, muhim bir poydevor vazifasini o'taydi. Albatta yuqorida aytganingizdek, bo'lib o'tgan saylovlar avvalambor Tojikistonning bundan keyingi iqtisodiy rivojlanishiga, qo'shni davlatlar bilan va dunyodagi boshqa mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirishiga katta xizmat qiladi. Bu jarayonni biz kuzatib boramiz. Keyingi uchrashuvlarda albatta bu mavzuga yana qaytamiz. Bugungi fikrlaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump lavozimiga kirishgandan 7 hafta o'tib, birinchi marta Kongressning qo'shma yig'ilishida ishtirok etib nutq so'zladi. 2 soatga yaqin davom etgan tadbirda davlat rahbari yaqin 4 yillik davr uchun belgilangan rejalarni bayon qilish bilan birga ichki va tashqi siyosatga ham to'xtalib o'tdi. Bu jarayonlarni Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi istiqbolli xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Fazliddin Jamolov bilan muhokama qilamiz. Fazliddin, mana butun dunyo kuzatdi desak ham bo'ladi. Donald Trump birinchi marta parlamentga murojaat qildi va bu murojaatini shartli ravishda ikkiga ajratishimiz mumkin. Nutqdagi vazifalar ichki siyosatga va tashqi siyosatga yo'naltirilgan. Ichki siyosat bo'yicha qanday strategik masalalarni ko'tardi va unga nisbatan munosabat qanday bo'ldi Amerikada? Haqiqatda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan voqea bo'lib o'tdi. Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining ikki palatasiga ham mamlakat holati to'g'risidagi murojaatini yo'lladi va unda ustuvor yo'nalishlarini ham belgilab berdi. Bu murojaat oxirida ko'plab tanqidlar va demokratlar tarafidan namoyishlarga ham sabab bo'ldi. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, Donald Trump o'z nutqini boshidan hozirgi kunda Amerikada sog'lom fikrli avlod boshlanganligi to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. Jumladan Elon Musk boshqarayotgan davlat boshqaruvi samaradorligi departamenti tarafidan davlat xaridlarini qisqartirilishi, davlat apparatini optimallashtirishdagi muvaffaqiyatli siyosatini qo'llab-quvvatladi. Uning nutqi siz ta'kidlaganingizdek asosan ichki siyosatga, iqtisodiy masalalarga qaratildi.
bo'ldi. Asosiy sabablardan biri xalqaro hamkorlarga ko'plab subsidiyalar berilganligini ta'kidlab o'tdi. Shu jumladan Kanada, Meksika va Xitoy Xalq Respublikasiga 25% tariflarni joriy etganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Tariflar 2-apreldan Hindiston va Yevropa ittifoqiga ham joriy etilishini ham alohida ta'kidladi. Bu kabi tariflar siyosati Amerika Qo'shma Shtatlarida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va undan tashqari sarmoyalarni olib kirish bilan bog'ladi. Lekin eng asosiy masala bu yerda savdo aylanmasidagi defitsitni kamaytirish. Undan tashqari Donald Trump 2022-yilda Joseph Biden administratsiyasi tomonidan qabul qilingan chip va ilm fan to'g'risidagi qonunni bekor qilishga chaqirdi. Ushbu qonunga ko'ra hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida xorijiy yuqori texnologik kompaniyalar o'z korxonasini ochmoqchi bo'lsa, Amerika hukumatidan ayrim masalalarda subsidiyalar olishadi. Shu jumladan Tayvandagi TSMC kompaniya Arizona shtatida o'z korxonasini ochishi uchun $60 milliard sarmoya kiritganda, Amerika hukumati $6.6 milliard subsidiya ajratgan. Bu kabi holatni Donald Trump qoraladi, lekin bu qonunni o'zi bekor qilish Trampning tarafdorlari, respublikachilar tomonidan ham katta tanqidga uchradi. Sababi respublikachilar ham o'z hududlarida bu kabi korxonalarni ochishdan manfaatdordir. Donald Trump xavfsizlik va mudofaa masalalarida ham yangi islohotlarni olib borish to'g'risidagi alohida tashabbuslarni ilgari surdi. Lekin eng asosiy masala menimcha migratsiya masalasi bo'ldi. Migratsiya masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, Donald Trump Meksika chegarasidagi devorni davom ettirish, migrantlarni deportatsiya masalalarini kuchaytirishni alohida ta'kidlab o'tdi. Lekin eng yangi tashabbuslardan biri bu oltin kartani joriy etish bo'ldi. Donald Trumpning fikriga ko'ra, muvaffaqiyatli insonlar $5 million evaziga oltin kartaga ega bo'lishlari mumkin va oltin kartaga ega fuqarolar albatta Amerika fuqaroligiga ega bo'lishadi. Bu kabi islohotni Donald Trump tashqi qarzni kamaytirish masalasiga bog'ladi. Ijtimoiy sohada ham alohida o'zgarishlarni ham ta'kidlab o'tdi. Yaqin 4 yil uchun belgilangan rejalarni ma'lum qilgan Trump o'z administratsiyasining 6 haftalik ishini faol baholadi. Navbatdagi video sharhda Oq uy rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi qo'shma yig'ilishdagi chiqishi va kelgusi rejalari xususida so'z boradi. So'nggi 6 hafta ichida 100 ga yaqin farmoyish va 400 dan ziyod ijro harakatlari. Donald Trump 20-yanvardan boshlangan siyosiy faoliyati davomida qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan ishlarni rekord natija deya baholadi. Qo'shma yig'ilishda Kongressga murojaat qilgan Oq uy rahbari 43 kun ichida ko'pgina administratsiyalar tomonidan 4 yoki 8 yilda qilinadigandan ham ko'proq ish bajarilgani va bu saylovoldi dasturida berilgan va'dalar ijrosining boshlanishi ekanini aytdi. Taxminan 100 daqiqa davom etgan ushbu chiqish Amerika Qo'shma Shtatlari zamonaviy tarixida prezidentning Kongressga qilgan eng uzun murojaati bo'ldi. Unda mamlakat iqtisodiyoti, migratsiya va tashqi siyosatni o'zgartirish bo'yicha tezkor harakatlar kampaniyasi davom ettirilishi ham ma'lum qilindi. Bu asosan Panama kanalini qaytarish va tariflar siyosati bilan bog'liq bo'lib, Donald Trumpning so'zlariga ko'ra Amerikadagi yirik kompaniyalardan biri Panama kanali atrofidagi ikkala portni va uning uzviy davomi bo'lgan boshqa bir qator obyektlarni ham allaqachon sotib olishga kirishgan. Panama kanali amerikaliklar tomonidan amerikaliklar uchun qurilgan. Boshqalar undan foydalanishi mumkin, lekin bunda Amerika manfaatlari ustun bo'lishi kerak degan fikrni bildirgan u. Manbalarda keltirilishicha, Panama kanali qurilishida 38 ming nafar amerikalik ishchi bezgakka chalinib yoxud ilon va chivin chaqishi tufayli hayotdan ko'z yumgan. Mana shunday antisanitar sharoitlarda hayotga tatbiq etilgan loyiha mamlakat tarixidagi eng qimmat proyektga aylangan bo'lishiga qaramay, Carter ma'muriyati tomonidan $1 ga berib yuborilgan. Panama rasmiylari esa kelishuv shartlarini buzib, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari kemalaridan eng katta to'lovlarni undirayotgani Trumpning keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi. Prezident Grenlandiya bilan bog'liq qarashlari bojlar masalasini ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Yaqin istiqbolga belgilangan rejalardan muhim minerallar va noyob yer elementlari ishlab chiqarishni keskin kengaytirish masalasi ham joy olgan. Shuningdek, xorijiy investorlarga Amerika Qo'shma Shtatlari fuqaroligini olish uchun zo'r imkoniyat taqdim etilmoqda. Bu $5 million evaziga beriladigan oltin karta. Oq uy rahbarining fikricha, bunday imtiyoz butun dunyo bo'ylab ish o'rinlarini yaratayotgan eng muvaffaqiyatli biznesmenlarga taklif etilishi kerak. Chunki bunday odamlar soliq to'laydi. Trump o'z chiqishida Kongressni barcha uchun soliq imtiyozlariga ovoz berishga chaqirdi. Yaqin kelajakda federal byudjetni muvozanatga keltirish, barcha yo'nalishlar bo'yicha daromad solig'ini muntazam kamaytirish, Amerikada ishlab chiqarilgan mashinalar uchun avtokreditlar bo'yicha foizlarni soliq chegirmasiga aylantirish ham maqsad qilinganki, ushbu islohotlar avtomobilsozlik sanoatida shu paytgacha qayd etilmagan, misli ko'rilmagan o'sishga turtki bo'lishi kutilmoqda. Xullas, 4 yilga belgilangan rejalar ko'lami keng, ammo ayrim
bitimlarining ijrosi keskinligi bilan yirik siyosatchilar, biznes vakillarini cho'chitmoqda. Albatta Amerikaning muvaffaqiyati bu ichki siyosatining qanday amalga oshirilishi va hozir hokimiyatda o'tirgan demak Respublikachilar partiyasiga juda ham katta bog'liq. Lekin o'z navbatida bu holat Amerikaning tashqi siyosatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu murojaatda tashqi siyosat bo'yicha ko'tarilgan masalalar, ularning ahamiyatini qanday baholaysiz? Tramp o'z nutqida tashqi siyosat masalalariga ko'p e'tibor bermadi, lekin juda ham katta bayonotlar bilan chiqdi. Panama va Grenlandiyaga o'zining siyosatini olib borishni ham alohida ta'kidlab o'tdi. Hozirgi kunda Amerikaning BlackRock kompaniyasi Panamada joylashgan 2 portni sotib olishga bir qadam turibdi. The Wall Street Journal baholariga ko'ra, ushbu kelishuv 36 milliard dollar bilan baholanmoqda. AQSh prezidenti Yaqin Sharq masalalariga ham alohida to'xtalib o'tdi, lekin Yaqin Sharqdagi hozirgi vaziyatni, Isroil va Hamas o'rtasidagi mojarolarni muammoli hudud bilan bog'ladi. G'azoda yangi Rivierani qurish masalasiga lekin to'xtalmadi. Yangi Rivierani qurish masalasi bu G'azo sektoriga Amerika kompaniyalarini olib kirib, yangi hududni yaratishni oldinroq ta'kidlab o'tgandi. Lekin bu bayonotlari albatta ko'plab tanqidlarga uchradi, xususan demokratlar tarafidan. Jamoatchilik fikriga ko'ra, ushbu murojaatdan so'ng Donald Trampga bo'lgan ishonch hozirgi kunda 50-50 bo'lib turibdi va bu narsa Amerikadagi hozirgi bo'linish, qutblanishni ko'rsatmoqda. Xulosa qilib aytganda, Donald Trampning ushbu nutqi Amerika ichki va tashqi siyosatida boshlangan islohotlarni davom ettirishiga chorlashini ko'rishimiz mumkin. Fikrlaringizga qo'shilgan holda aytardimki, Trampning murojaatidagi asosiy ko'tarilgan masalalar, ilgari surilgan g'oyalar, tashabbuslarning juda ko'pchiligi shu saylovoldi paytida aytilgan fikrlar, ko'pchilik yangi g'oyalarni kutishgan edi. Albatta bu jarayonning qanday borishini biz yana kuzatib boramiz. Bugungi fikrlaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Rahmat. Bugungi dasturimizda jahon sahnida yuz bergan voqealarning ayrimlarini tahlil qildik xolos. O'zbekistonga va bevosita Markaziy Osiyo mintaqasiga daxldor hodisalarni xalqaro nigohning navbatdagi sonlarida ekspertlar bilan birgalikda muhokama qilib boramiz. Bizni kuzatib boring, dunyoga biz bilan nazar soling.